post marketing nazorati degan bir jumlaga ko'zimiz tushadi. Aynan post marketing nima o'zi va bu qanday vazifalarni bajaradi? Bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 4-oktyabrdagi 628-son qarori qabul qilingan. Dori vositalarini post marketing nazorati orqali nazorat qilish bo'yicha. Bu degani o'sha hozirgi kunda muomalada bo'lib turgan respublikamizda chet davlatlardan kirib kelgan yoki bo'lmasam mahalliy ishlab chiqaruvchi tomonidan ishlab chiqarilgan dori vositalarini dorixonalardan xarid qilgan holatda uni laboratoriya sinovlaridan o'tkazish, ya'ni uni o'sha xavfsizligini va sifatini tekshirish. Bu narsa 2022-yil 55-son Prezidentimiz farmoni asosida 2022-yil 1-iyundan boshlab mahalliy ishlab chiqaruvchi korxona tomonidan ishlab chiqarilgan GMP'si bo'lgan o'sha korxona tomonidan ishlab chiqarilgan dori vositalari majburiy sertifikatlashdan ozod qilingan. Bizda hozirgi kunda o'sha ikki xil tartib amal qiladi dori vositalarini sertifikatlash bo'yicha. Birinchisi bu o'sha ishlab chiqarilgan dori vositalarini yoki olib kelingan dori vositalarini majburiy sertifikatsiya qilish tartibi. Bunda o'sha chetdan chiqib kelayotgan dorilar yoki bo'lmasa mahalliy ishlab chiqaruvchi tomonidan ishlab chiqarilgan dorilar sertifikatlanadi. Majburiy o'sha ariza topshirgan holatda uni o'sha tegishli bo'lgan laboratoriya sinovlaridan o'tkazgan holatda unga muvofiq sertifikat beriladi. O'sha dori vositasini amal qilish muddati bilan bir xil bo'lgan muddatga. Ikkinchi yo'li bo'lsa o'sha mahalliy ishlab chiqaruvchi agar GMP sertifikatiga ega bo'ladigan bo'lsa, u o'zi ishlab chiqargan dori vositasini majburiy sertifikatsiya qilmasdan turib muomalaga chiqarishi mumkin. Bunda o'sha uni nazoratini farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi nazorat qilish belgilab qo'yilgan.